Moğolstan xanlığı. Moğolstan xanlığının kuruluşu. Miladi 1309-yılı İsenbuqa evvel tarafından kurulgan Çağatay xanlığı miladi 1318-yılı u ölgenden keyin asasen parçalanish qarab yuzlandi. İsenbuqa evvelden keyin keyni-keyinden taxtiga chiqqan Kebek xan miladi 1318-yıldan 1326-yıllar. Tarmashiri miladi 1326-yıldan 1334-yıllar. Qatarlıqlar Çağatay xanlığının bütünlüğü, cemiyet ve medeniyetinin teraqqiyatı üçün bir munç icabi tedbirlerini kullangan bolsa-mı, lekin ular xanlığının birlikini üzül kesil müstehkemleyelmedi. Çağatay Aksunyaklarının işki talaş tartışlarını tinchita almadı. Bunun üstüge Kebek xan bilen Tarmashiri asasen Mavaraun Nehir rayonuna itibar berip, Almalık rayonu bilen Manglay Süyer rayonuna anç köngül bölmedi. Almalık şehir bolsa Çağatay xanlığının fakat hürmet nezirdikiler bir paytaxtı bolup kaldı. Xanlığının siyasi merkezi ameliyette Semerkand şehri bilen Qarshi şehriga köçtü. Tarmashiri hükümranlık qilgan mezgilde onun bir tuqqan akisi Ilchigida miladi 1326-yıldan 1330-yıllar. Dura Temir miladi 1331-yılı keyni-keyinden özünü xan dep ilan qilib, Almalık şehirde turup Semerkand ve Qarshi şehrini merkez qilgan Tarmashiri itiraf qilmadi ve burunqi İsenbuqa'nın ko'nliligini yaqlaydigan siyasetlerini davamlıq yo'l qo'ydi. Neticede Çağatay evladının bir-biriga qarshi kurashları bağansır küçeydi. Miladi 1331-yılı tarix sahnesinden tushib qolganiga uzoq yillar bo'lgan Öktay evladı bulupmu ularning ichida islom dinini qabul qilgan Ali Sultan bilan Mehmet Sultanlar qaytadan bosh ko'tarib Almalık şehrini egildi ve öz namida pul kuydurdu. Shundaqla Çağatay evladının Almalık rayonundaki təsirini tozalashga harakat qildi. Miladi 1334-yılı Mavaraun Nehri'deki Tarmashiri özünün bir tuqqan inisi Çegish tarafidan öldürülgenden keyin bu rayonmu qalaymagan bir siyasi vaziyat ichiga kirib qoldi. Çünkü Chingizning bir tuqqan inisi Yasun Temür taxt alışıp to'plan qo'zg'adi. Miladi 1338-yılı Yasun Temür Chingishni öldürüp taxtını tatib aldı ve Chingishni qo'llagan öz anısının emchigini kesdi. Ana shuningdan boshlab tarixda xeyli uzoq hükümranlık qilgan Çağatay evladının bu rayondaki obro'yi keyin kundan kunga tövendi ve qo'l ostidagi har qaysi qabila ve rayonlarning hükümranları keyin-keyindan mustaqillik bayroqlarini ko'tarishga kirishdi. Dal mushundaq qalaymagan bir vaziyatda Manglay Süyerga hükümranlık qilgan Doğulat qabilasi bu rayonning birligiga qattiq kapolatlik qilib qolmay, balki Çağatay xanlığının birligini qo'g'dash, Çağatay avlodining obro'yini ko'tarish ve Çağatay xonning öz otli buvilariga qilgan marhamatini oxirigacha oqlash uchun Çağatay avlodidan birer kishini xon qilib ko'tarishga tirishdi. Bulupmu miladi 1326-yılı Ilchigday Almalık şehrini egilgen, Tarmashiri Mavaraun Nehri'ni egilgen. Xanlık taxtiga chiqqan ve Almalık rayonu bilen Manglay Süyer rayonunu taşlayıp etken bir vaziyette
Tarmaşırning eng kichik inisi Emil Xo'ja ni Aqsu'ga taklif qilib, uni xon qilib ko'tardi. Emil Xo'ja bo'lsa, o'ziga Isanbuqa deb laqab qo'ydi. Bu tarixda Isanbuqa Sani, Isanbuqa 2 deb ataldi. Emil Xo'janing nima uchun o'zini o'z akisi Isanbuqa avvalning nomi bilan atab, uni o'zining laqabi qilganligi haqida hech qanday tarixiy ma'lumot yo'q. Shuning uchunmikin ba'zi asarlarda Isanbuqa avval bilan Isanbuqa Sani bir-biriga aralashtirib bayon qilindi. Mirza Haydar tarafidan yozilgan Tarixiy Rashidining milodiy 1895-yili nashr qilingan İngilizce tercümesinin tercüman izahatida Hicriye 721 yılı, yani miladi 1321 yılı İsanbuqa'nın Mavaraun Nehri'den Manglay suyarga kelib, xonlik taxtiga chiqqanligi. Chag'atay xonligining ana shuningdan boshlab Sharq Chag'atay va G'arbi Chag'atay deb 2 qismga bo'linganligi. İsanbuqa'nın miladi 1330-yili vafot bo'lganligi bayon qilindi. Shuningdek, mushu ma'lumotga asosan yozilgan birmuncha asar va maqolalarda jumladan Sharq Turkistonning Ijtimoiy Fanlar Akademiyasi Millatlar Tadqiqoti instituti tarafidan yozilib 1980-yili nashr qilingan qisqacha Sharq Turkiston tarixi nomli kitobmi 2 nafar Isanbuqa tamamen bir-biriga almashtirilgan. Lekin mashhur Rus tarixchisi Balto'li bo'lsa, Xondamir tarafidan yozilgan Habibus Siyar, Sharafiddin Aliyaz tarafidan yozilgan Zafarnoma, Mirxundi tarafidan yozilgan Ravza Tusafa ve Ebulg'azi Bahadurxon tarafidan yozilgan Tarixiy Shajari Türk nomli asarlarga asosan Isanbuqa avvalning milodiy 1309-yili Chag'atay xonligining taxtiga chiqib, milodiy 1318-yili vafot bo'lganligi. Uningdan keyin bo'lsa, uning bir tuqqan inlari Kabak, Ilchigday, Dodra Temur, Tarmashiri qatorliqlarning keyin-keyindan xonlik taxtiga chiqqanligi. Oxirida İsanbuqa'nın en kichik inisi Emil Xo'ja Aqsu'ga kelib, taxtiga chiqqanligini yozdi. Meningcha, Balto'lining bu yozganlari tamamen aqliga muvofiq. Chunki birmuncha tarixiy materiallarga asoslanganda Kabak xon faqat Isanbuqa o'lgandan keyinla Chag'atay xonligining taxtiga chiqqan. Halbuki İsanbuqa dal miladi 1318-yili vafot bo'lgan. Endi Emil Xo'janing Aqsu'ga kelgan vaqti Tarixiy Rashidining inglizcha tarjimasidagi izohatga bayon qilingandek Hicriye 721-yili, yani miladi 1321-yili bo'lmasdan balki Akuka, Ilchigday bilan Tarmashiri ayrim holda Olmaliq bilan Samarqand taxtiga chiqqan 1326-yili atrofida bo'lsa kerak. Chunki bu chaqda Emil Xo'ja akisi Tarmashirining yinida turadi. Uning Ilchigday bilan qattiq ziddiyati bor edi. Shundaqla bu chaqda Manglay suyardagi Do'g'lat hukmronlari mo Ilchigdayga qarshi bo'lib, uning boshqarishini qo'llamaydi. Tarmashiri bo'lsa Manglay suyarga ancha e'tibor bermaydi. Dal mushundaq sharoitda Manglay suyardagi Do'g'lat qabilasining amiri Bulaji Emil Xo'jani bu joyga taklif qilib, xonlik taxtiga chiqargan. Demak, Emil Xo'ja taxtiga chiqqandan keyin Chag'atay xonligi asosan Olmaliq rayoni, Manglay suyar rayoni ve Mavaraun Nehr rayonidagi
ibaret 3 kısımga bölünüp bir-biriga qarshi urushlarni ilib borgan. Demak, Chagatai xonligida mislsiz bölümçilik holati yuz bergan. Bu holat taxminan yarım asrgacha davomlashdi. Emil Xo'ja taxtiga chiqqandan keyin oldi bilan Manglay Suyar rayonidagi ba'zi begliklarni o'z bayrog'i ostiga oldi. Bu chog'da Do'g'lat hukmronlari o'zlarini garchi Chagatai xonligining bir partisi deb hisoblasimi, lekin Oqsuv daryosining g'arbidagi Qashqa, Yakan, Xotan va shundaqla O'rta Osiyodagi Toshkentning sharqi va Sir daryosining bosh iqimi qatorliq joylarga Amir Bulajining aksi Amir To'lak hukmronlik qiladi. Oqsuv daryosining sharqidan boshlab Qora shaharning g'arbigacha bo'lgan joylarga bo'lsa Amir Bulaji hukmronlik qiladi. Emil Xo'ja xonlik taxtiga chiqqandan keyin Amir To'lak uning boshqarishini shartsiz qabul qildi. Natijada butun Manglay Suyar rayoni uning mutlaq hukmronligiga o'tdi. Emil Xo'ja bu joylarni Do'g'lat amirlari orqali boshqardi va Tangritog'ning shimolidagi Olmaliq rayoniga bo'lgan ta'sirini kuchaytirdi. Olmaliq rayonidagi Mo'ng'ul qabillalari, bo'libmi Chagatai avlodining har darajalik amaldorlari Bağansiri Emil Xo'ja hükümranlıqqa mail bulup bu joyga hükümranlık kılıvatkan Öktay avladi Ali Sultan bilen Mehmet Sultanlarni yetim kaldırdı. Bular fakat kabillerinin tölaydigan alvan silikleri ve soğuk salamlarına kanaat kıldı. Şunlaşka Emil Xo'ja gerçi koşun başlap Almırık rayonunu bevasita kol astıga anmagan bolsunmu, lekin o'zini aman shu joylarning eng oliy hukmroni, Chagatai xonligining qonuniy varisi deb qaraydi. Miladi 1346-yili Emil Xo'ja Oqsuvda vafot bo'ldi. Uning jasadi Oqsuvda, hozirgi Qo'nishaharda dafn qilindi va Oltinliq deb ataldi. Bu chog'da Do'g'lat qabilasining boshlig'i Emir Bulaji Manglay Suyardagi Chagatai va Do'g'lat amirlarini kengashga chaqirib, Emil Xo'janing avlodini xon qilib ko'tirishni taklif qildi. Shunlashqa milodi 1348-yili uning o'g'li Tug'luq Temur Oqsuvda taxtga chiqdi. Chagatai xonligi ana shuningdan boshlab Moğoliston xonligi deb ataldi. Tug'luq Temur xonning taxtiga chiqishi haqida ko'p rivoyatlar bor. Abul G'ozi Baharduhan tarafidan yozilgan Tarixiy Shajara-i Turk nomli kitobda mundaq deb yozilgan. Chagatai avlodidan bo'lgan Il Xo'ja laqabi Isanbuqa binni Davay Chechak, binni Burak, binni Yastu, binni Mutukan, binni Chagatai xon Mavaraun nahrida tug'ilgan edi. Moğol amaldorlari yig'ilib, kengash qilib, Buxorodan Isanbuqani keltirib, Qashqar, Yakan va Alatog' Moğolistonda podshoh qildilar. Endi Tarixiy Shajara-i Turk'din bir asr burun Mirza Haydar tarafidan yozilgan Tarixiy Rashidi nomli asarda Moğollarning ishonchli rivoyatlaridan dadam va tog'larimmi bu rivoyatlarni doim menga so'zlab beradi. Anlaganlarımga qaraganda Tug'luq Temur xonning dadisi Isanbuqa xon bo'lib, uning sotilmish Qatun degan bir amroq ayoli bor edi. Uning Manglik degan yana bir ayoli bor edi. U chaqda Isanbuqa xon texi farzand ko'rmagan edi.
Kunlarning birida xon qo'shin tortib safarga ketdi. Mo'g'ullarning ko'ni yusuni bo'yicha Amra xotun Amra xotuni o'z kundoshlarini xohlagancha bir taraf qilishatdi. Hatto boshqalarga in'om qilishimi huquqli bo'lib, xohlasa uni o'z yinida qo'yatdi yoki xohlasa uni o'zi xohlagan biror erga berib etadi. Satılmış qatun mənglikning amildor bo'lganligini bilib, ichida kundashligi qo'zg'alib, uni Olmaliq rayonidagi amaldorlarning amiri Do'xtibi Shirovulga beribdi. Xon safardan qaytib Malikning ahvolini so'raganda, Satılmış qatun uni birisiga beribdi deb javob berdi. Xon bu chaqda u mendan homildor edi dedi. U ichida intayin norozi bo'lsa-mu, lekin Mo'ng'ullarning odati mushundoq bo'lganligidan boshqacha bir gap qilmadi. Uzoq o'tmay Isan Buqaxon vafot bo'ldi. Mo'ng'ullarning xonlik o'rni bo'sh qoldi. Fuqarolar u bosh bo'lib bihron tug'ildi. Bu chaqda Amir Bulaji Do'g'lati bir xon izlab tepib el tarafini asliga keltirishga bel bog'ildi. Shunlashqa u Toshtemir degan bir kishini Do'xtibi Shirovulga avatib Manglik va uning o'g'lining xabarini bilmoqchi bo'ldi. U Toshtemirga agar Manglik o'g'il tuqqan bo'lsa, uni o'g'irlab elib kelgin deb buyurdi. Bu chaqda Toshtemir bu nihoyat uzoq yo'lliq qiyin safar. Yo'lga muvofiq oziq tayyorlash kerak. Menga 600 o'shga bersizlar. Oldi bilan uning sutini oziq qilsam, ondan ularni bir-birlab so'yib yesam dedi. Amir Bulaji uning talabiga ma'qul bo'lib, yo'lga ehtiyojli hamma narsani berdi. Toshtemir yo'lga chiqdi. Mo'g'ulistonning nurg'un joylarini kezdi. U Do'xtibi Shirovulning odamlari bilan uchrashganda uning orolli bir ko'k o'shkisi qolgan edi. U kishilardan Manglik ham uning o'g'lini so'raganda ular Manglik bir o'g'il tug'di. Uningga Tug'liq Temir deb ot qo'ydi. U yana Do'xtibi Shirovuldanmi bir o'g'il tug'ib, uningga O'ngcha Malik deb ot qo'ydi deb javob berishdi. Shunday qilib oqibat Toshtemir Tug'liq Temirni aplab qo'lga kirgizib Amir Bulajiga ilib mangdi. Amir Bulaji bu chaqda Aqsuda turardi. Toshtemirmi uni shu joyda ko'rgan edi. Toshtemir Tug'liq Temirni ilib Aqsuga yaqinlashganda bir Suda karvoniga yo'liqdi. Ular bir tog'ning ichiga kelganda Tug'liq Temir ushtum tut hang muzga tushib ketdi. Toshtemir uning unining baricha vaqirab qutqizishni talab qildi. Uning unini hech kim anglamadi. Chunki bu chaqda karvonlar tog' og'zidan chiqib bir o'tanga tushgan edi. Toshtemir yetib kelib, bo'lgan voqeani karvonlarning Bagchak degan bir oqsoqliga bayon qildi. Oqsoqol bu voqeani o'z hamrohlariga xabar qildi. Ular Toshtemir bilan billa voqea yuz bergan joyga keldi. Bagchak hanga tushib qarasa, xon hech qanday zaxmi bo'lmabdi. U xon bilan obdan maslahatlashib va xonga e'tiroz bildirib, agar sen burun chiqib ketsang, ular meni tatib olmaydi. Shunlashqa men oldi bilan chiqay. Ular bo'lsa seni tatib chiqamay qo'ymaydi dedi. U yana bir muncha
tekellüp sözlerini qilib, arqan tashlanglar deb yuqoriga qarab vaqirdi. Ular arqan tashlagandan keyin oldi bilan o'zi chiqdi. Ondan keyin xonni tortib chiqardi. Shunday qilib, ular Aqsuga birga keldi. Amir bularga To'g'liq Temirxonni yo'lab taxtga chiqardi. Keyin To'g'liq Temirxon butun Mo'g'ulistonga, hatto Chag'atay xonligining mutlaq ko'p zaminiga hukmronlik qildi. Tarixiy rasmiy ma'lumotlarga qaraganda, Toshtemir To'g'liq Temirxonni 16 yoshida, ya'ni milodiy 1346-yili izlab topgan. Amir bularga uni 18 yoshida, ya'ni milodiy 1348-yili Mo'g'uliston xonligining taxtiga chiqargan. Demak, ana shuningdan boshlab Manglay Suyar rayoni oldi bilan Mo'g'uliston deb atalgan. Milodiy 1348-yili To'g'liq Temirxon taxtiga chiqib, Mo'g'uliston xonligini qurgandan keyin oldi bilan Do'g'lat amirlariga cheksiz huquq berdi. Bo'libmi To'lak va Bulaji Akufga alohida imtiyoz berib, Bulajini Otibek qilib tayinladi. Mamlakatni Mo'g'ullarning Jasoq qonuni va Do'g'lat qabilasining an'anaviy tuzumlari bo'yicha boshqarishga yorliq qildi. Jumladan o'zini muz davonda Hongdan qutqizgan karvon beshi Bekchaknimi Beglabigi qilib tayinlab, Toshtemirni bo'lsa Uruq begi qilib belgiladi. To'g'liq Temirxon taxtga chiqqandan keyin Mo'g'uliston tavasidagi Mo'ng'ul qabillari turkumlab islom diniga e'tiqod qilishga boshladi. Chunki Mo'g'uliston Mo'ng'ullari tarixdagi bu zo'r hodisa. Oldi bilan To'g'liq Temirxonning o'zi boshlab bu dinga kirganligidan boshlangan edi. Tarixiy Şeceriye Türk Tezkire-i To'g'liq Temirxon Tarihi Hamdi qatorliq eserlerde bu haqda birmuncha ishonchli ma'lumotlar bor. Bu ma'lumotlarga asoslanganda To'g'liq Temirxon taxtga chiqishdan 1 yil burun, ya'ni milodiy 1347-yili o'zining Aqsu Aykul rayonidagi u maydonda Tarim vodisidagi qumga ko'milib yo'qolgan Katak shahridan qochib chiqqan Mevlana Shayx Jamoliddin nomli bir arbob bilan ko'rishgan. To'g'liq Temirxon Shayx Jamoliddinning ta'siri ostida taxtga chiqqandan keyin iymon etib musulmon bo'lishga va'da bergan. Lekin oradan uzoq o'tmay Shayx Jamoliddin Aykulda vafot bo'lish oldida To'g'liq Temirxonning va'dasini o'z o'g'li Shayx Arshidinga vasiyat qilgan. Milodiy 1353-yili tarixiy ma'lumotlarda To'g'liq Temirxon 24 yoshga kirganda Shayx Arshidinning dalolati bilan Olmaliq shahrida islom dinini qabul qilgan. U nihoyatda tez orada bu dinni o'rda ichida ham o'rda amaldorlari ichida kengaytgan. Natijada nihoyatda tez suratda 160 ming Mo'ng'ul islom diniga kirgan. Shunday qilib, bu chaqda Mo'g'uliston tavasidagi Mo'ng'ullarning asosan degudek musulmonlashgan. To'g'liq Temirxon taxtga chiqqandan keyin uzoq o'tmay xonlikning poytaxtini Aqsudan Chag'atay avlodining an'anaviy poytaxti Olmaliqqa ko'chirgan. Poytaxtining Aqsudan Olmaliqqa qachon ko'chganligi, qanday sabab bilan ko'chganligi va bu joyda hukmronlik qilayotgan musulmon O'ktoy avlodining ahvol aqibati qanday bo'lganligi haqida hech qanday tarixiy ma'lumot yo'q. Jumladan tarixiy
Şecere-i Türk, Tezkire-i To'liq Temirxon, Tarixi Hamidiye qatorliq asarlarda hatto milodiy 1419 yildan 1425 yili Mevlana Şerefiddin Elyazi tarafidan yozilgan Zafer nomli asardimi bu haqda biror aniq ma'lumot yo'q. Ammo Tarixi Rashidi ve Tarixi Şecere-i Türk'lerdeki Şeyh Jamoliddin öz oğluga nasihat qilib vafot bo'ldi. Uzoq o'tmay To'liq Temirxon xonlik taxtiga chiqdi. Mevlana Ershidin bu xabarni anglab Aqsudan Mo'g'ulistonga keldi. To'liq Temirxon bo'lsa 24 yoshida, ya'ni milodiy 1353 yili naqlchidan Nur imonga musharraf bo'lib musulmon bo'ldi degan ma'lumotlarga qaraganda To'liq Temirxon xonlik taxtiga chiqib bir qancha yildan keyin va islom dinini qabul qilishdan oz vaqt ilgari o'z poytaxtini Aqsudan Olmaliq shahriga ko'chirgan. Demak, To'liq Temirxonning o'z poytaxtini Aqsudan Olmaliq shahriga ko'chirgan vaqti taxminan milodiy 1352 yilga to'g'ri keldi. To'liq Temirxon taxtiga chiqqanda aslida Chag'atay xonligining asosliq rayonlarining biri bo'lgan Mavaraun Nahr rayonining siyosiy vaziyati nihoyat qalaymaqon edi. Chunki milodiy 1334 yili Chag'atay avlodi va Chag'atay xonligining qonuniy varisi Tarmoshirxon o'z jiyani Chingiz tarafidan o'ldirilgandan keyin bu rayonning siyosiy vaziyati zodila tinchimidi. Ba'zida Chag'atay avlodi bir-biri bilan taxt talashsa, ba'zida islomlashgan O'ktay avlodi ulardan taxtini tortib oladi. Tarmoshir o'lgandan keyin Chag'atay avlodlaridan ilgari keyin bo'lib Chingiz milodiy 1334 yildan 1338 yillar. Yasun Temür milodiy 1338 yildan 1340 yillar. G'azan Xon milodiy 1343 yildan 1346 yillar. Bayanquli Xon milodiy 1348 yildan 1358 yillar. Qatorliqlar hukmronlik qildi. Olmaliq shahrini egillagan O'ktay avlodlaridan Ali Sultan milodiy 1340 yildan 1342 yillar. Mahmud Sultan milodiy 1342 yildan 1343 yillar ve Taşman Şah milodiy 1346 yildan 1348 yillarmi bu rayonga qisqa muddat igdorchilik qildi. Milodiy 14-asrning 50-yillarining oxirlarida Mavaraun Nahr burunqidanmi ig'ir bo'linmachilik vaziyatiga kirib, bu rayonda yashaydigan Barlas, Keray, Arqunt, Qonli qatorliq qabilalar o'z oldiga mustaqillik bayroqlarini ko'tardi. Mavaraun Nahr rayonining harbiy shimol qismi, yani Sirdaryo bilan Amu daryoning tuvan iqimidagi rayonlar Oltin O'rda Qipchoq xonligi tarafidan egilandi. To'liq Temirxon Mavaraun Nahr rayonida yuz bergan bu vaziyatdan foydalanib, milodiy 1360-yili 1-oyda ve milodiy 1361-yili 3-oyda jami 2 qitim zo'r qo'shin tatib Mavaraun Nahr rayoniga hujum qilib, bu rayonni Mo'g'uliston xonligining bir tutash hukmronlik ostiga oldi. Mavaraun Nahr rayonida beglik ve xonliqlarni tiklagan har qaysi qabilalar To'liq Temirxonga shartsiz bo'ysundi. Milodiy 1361-yili yozdan boshlab 1362-yili kuz oylarigacha To'liq Temirxon Samarqand shahrida turib,
Mavaraun Nehir rayonundaki hükümranlıkını müstehkemleş için bir muncha tedbirlerini kullandı. Oldu bilen çoğun oğlu İlyas Hocini bu rayonga sultan kılıp tayinledi. Barlas kabilesinin başlığı Emir Tömürni. Kiçik tömürlen Aksak Tömür dep atıldı. Onun Atıbek ve Kanlı kabilesinin başlığı Bekçekni emir kılıp tayinledi. Neticede Moğolistan Xanlığı'nın dairesi Şərqdə Qarışəhər ve Yurtuz Vadisi'nin başlap Cungar oymanlıqını öz içine alğan Cənubi ve Şimali Təngirtağ rayonları. Şimalda Kanlı ve Kiray kabilesinin yurti boğan Yetsu rayonu, hazırki Balkaş Gölü'nün şərqi ve Cənubi. Cənubda Karakorum dağları, G'arbda Buxara'nın şərqidən başlap Kunduz Amu deryasının Cənubidən ta Hindukuç tağlarıqçı boğan keng rayonlarga sozulgan idi. Miladi 1362 yılı küzde Tuğluq Tömürxan Semerkant'ın Almılık şehriga qaytib kelip Almılık ve Manglay Suyer rayonu bilen Mavaraun Nehir rayonunun qaytidan asliga kelgan aloqasini çingitish Moğoliston xonligining ichki birligini mustahkamlash uchun yangi tadbirlarni o'ttirib qo'yishga boshladi. Dal ana shunday bir vaziyatda Tuğluq Tömürxanning asos tayanchisi bo'lgan Atabek Amir Bulaji vafot bo'ldi. O'rniga uning 7 yoshlik o'g'li Xudoydat Atabek qilib tayinlandi. Uzoq o'tmay Tuğluq Tömürxan kesel bulup yetip kalıp miladi 1363 yılı vafot bo'ldi ve Almılık şehirde defne kılındı. Neticede Moğoliston xonligi yana qalaymıqan siyasi vaziyat ichiga kirib qoldi. Bo'libmi Moğoliston xonligining asosiy törükü bo'lgan Doğulat hükümranlarının ishki majralari ve uningdan keyin küçeygen Mavaraun Nehir rayonundaki kabile hükümranlarının isyanları Moğoliston xonligini üzül kesil parçaladı. Moğoliston xonligining parçalanışı. Miladi 1363 yılı Tuğluq Tömürxan vafot bo'lgan chaqda Moğoliston xonligi qurilib tehi emdili 15 yıl ötken idi. Bu xonlik ana şu qisqa muddatlik tarixiy taraqqiyot jarayonini baştan ötküzüp yana iğir bölünüş qarab yüzlendi. Bo'libmi Moğoliston xonligining şərq qismi Almılık ve Manglay Suyer rayonu bilen g'arbiy qismi Mavaraun Nehir rayonunun bölünüşü fakat aynı zamanda emas, belki bu rayonlarning keyingi taraqqiyot tarixida o'chmas bir iz qoldirdi. Bu chog'dagi bölünüş vaqasining tövendikidek bir qancha tarixiy ijtimoiy sabablari bor. Birinchi, miladi 14. asrning dastlabki chog'larida Chag'atay avlodi garchi o'z oldiga mustaqillik bayrog'ini tiklagan bo'lsa-mu, lekin ular miladi 1371 yili Moğol xonligining o'rniga tiklangan Yuan sulolasini yanada ati davlat deb qarab kelgan edi. Miladi 14 asrning 40-yillaridan boshlab bu sulola misli ko'rinmagan tabiiy ofatlarga duchor bo'ldi. Yuan sulolasining oxirgi xaqoni Huizong Doğan Tömür ve onun kol astidagi her derecelik emeldarlar bek çirikleşti. Devlet ve halk naiti namratlaştı. Miladi 1355 yıldan başlap hazırki
Anhui ülkesi ve Çangcan deryasının töven iqimideki rayonlarda Kızıl yağlıqlarının Yuan sulalası karşı keng külemlik qozgılanları partildi. Miladi 1368-de Dihqanlar qozgılığının rəhbəri Juyanjang Yuan sulalısını ağdırıp Ming sulalısını tikledi. Şunun bilan Çağatay avladının ruhi tövenki Çağatay avladının şunun bilan Çağatay avladının ruhi töriki bolgan Yuan sulalası tamamen yıkıldı. Bir devir Tanrı'nın erkisi dep atılıp can meydanında at çaptırıp cevlan kılan Mongol aksiyonlarının uli parçalanıp ula tarihi sahneden tedrici düşüşe başladı. Bu hal Moğolistan halkındaki Mongol aksiyonları bulup mu Çağatay avladının içki birlikinin tamamen buzuluşuna çoğunkur tesir gösterdi. İkinci, miladi 14. asrının dastlabki çağlarından başlap Çağatay xanlığının şərq kısmı Almıq rayonu bilen g'arbiy qismidagi Mavaraun Nahr rayonidagi Mongollarning o'rtasida ig'ir ziddiyatlar meydana keldi. Şərq Çağatay rayonidagi Mongol aksiyonlari g'arbiy Çağatay rayonidagi Mongollarning turkum deb islom dinini qabul qilganligi, tadrijiy ko'chman chorvachilikni dehqonchilikka o'tganligi, bo'libmi ularning yerlik turk va boshqa qabillarning ichiga singib kirganligiga asosan ularni Qarunas deb haqoratlab o'zlarini Mongol deb atadi. Onun aksicha g'arbiy Çağatay rayonidagi Mongollar bo'lsa, Sharqiy Çağatay Mongollarining ko'plak urushqoqligi va ko'chman chorvachilik bilan shug'ullanganligiga asosan ularni Chatay, Chataqchi yoki Bulangchi deb haqoratlab o'zlarini Çağatay xonning haqiqiy varisi deb Çağatay deb atadi. Moğoliston xonligi qurilgandan keyin bo'libmi To'g'liq To'mirning Mavaraun Nahrga qaratgan harbiy yurishlari va uning o'limidan keyin Moğollar bilan Çağataylar o'rtasidagi ziddiyat texmi kuchaydi. Hatta oshkora bo'linib va urushga qarab yuzlandi. 3. Miladi 1360-yili va 1361-yili To'g'liq To'mirxon Mavaraun Nahr rayonini o'ziga qaratgandan keyin bu rayondagi dehqon va qo'l hunarvanlarning Moğoliston hukmronlariga qarshi kurashlari kuchaydi. Bo'libmi To'g'liq To'mirxon vafot bo'lgandan keyin Samarqand qo'l hunarvanlari Mavaraun Nahrning Ali hükümranı İlyas Xo'jaga qarshi kurash başladı. Miladi 1365-yili Samarqand shahrida Samarqand madrasasining talibi Mevlanzoda rəhbərlikdə şəhər qo'l hunarvanlari va taliblarining zərbədarlar ölümdən qo'rqmay dargı beşini atığanlarının keng külemlik qozg'ini partlab Samarqand shahrini Moğoliston hukmronlaridan azod qildi ham butun Mavaraun Nahr rayoniga kengayishni boshladi. Bu hal Mavaraun Nahr rayonidagi yerlik hukmronlarning jumladan İlyas Xo'janing bosh amiri bo'lgan Amir Tömür'ün Moğoliston xonligidan bo'linish havasini kuchaytirdi. İlyas Xo'ja nurg'un qo'shin boshlab bu qo'zg'olonni bostirishga uringan bo'lsa-mu, aksicha qo'zg'olonchilar tarafidan ig'ir zarba yedi. Mavaraun Nahrdagi Barlas, Xaloyir, Tiyit,
Kirey qatarlıq qəbillərinin aqsuyaqları bu fürsətdən faydalanıb Moğolistan xanlığının bir tutaş hökümranlığından bölünüp çıktı. 4. Çingiz Han davrdan başlap Manglay Suya rayonunun kanuni hükümranı dep hesaplangan Doğulat kabilesinin aqsuyaqları Çağatay avladının hükümranlığını bütün gücü bilen kollaydı. Lekin 1349 yılı etrafında Atabek Emir Bulacı vafat bulup onun 7 yaşlık oğlu Hudaydat Atabek kılıp tayinlengenden keyin Emir Bulacı'nın Kaşgar'daki inisi Kamerkand'ın bunundan narazı bulup Tuğluk Tömürxan'dan Atabeklik mensipini talep kıldı. Lekin bu talep Han tarafından rad kılınğaçqa Kamer'den Han'dan narazı bulup Hanlıqdan ve Hanlıqni kollaydıgan bir tuqqan Doğulat aqsuyaqlarından yüz örüp Kaşgar'ni merkez kılıp bölünüş hareketine küçeytti. Neticede Moğolistan xanlıqqa təvə Mavaran-un-Nəhir rayonunda emas, belki Manglay Suya rayonunda mı iğir siyasi bühran payda buldu. Demek Tuğluk Tömürxan hükümranlığının ahırkı yılları bulup mu Tuğluk Tömürxan vafatıdan keyin Moğolistan xanlığı taraftan karşılıkka uçurap onun asasi tığı müstehkemlenmey turupla hem taraftan onunla dezk etti. Miladi 1365 yılı Tuğluk Tömürxan vafat bulup uzak ötmey Mavara-un-Nehir rayonundaki Barlas kabilesinin başlığı Emir Tömür Sirdarya bilen Keş, hazır Taşkent ağırlıqdaki Şanara degen joyda toplan götürüp Moğolistan xanlığından ayrılış orundu. Lekin u İlyas Xo'ja tarafından mağlup bo'lgandan keyin Xorasanda turuşluq Tiyit qabilesinin başlığı Emir Hüseyin tarafga qochdi. U Sijiston tarafda yerlik qabilalar bilan urush qilib, urushda uning o'ng murisi va putiga o'q tegib, ig'ir yordam bo'ldi. Ana shuningdan boshlab Emir Tömür yana Tömürlan, Aqsoq Tömür deb ataldi. Miladi 1366 yılı Emir Hüseyin bilan birleşip Samarqanddagi Sarbadarlar qo'zg'olonining rahbarlarini aldab qo'lga kirgizib Samarqand shahrida egildi. Arqadan qo'zg'olonchilarni rahimsiz bostirib Mavara-un-Nehir rayoniga ega bo'ldi va İlyas Xo'jani bu joydan qo'g'lab, uning o'rniga Chag'aday avlodi Qubulxonni xon qilib ko'tardi. İlyas Xo'ja bo'lsa Qashqardagi Doğulat qabilesining boshlig'i Qamariddinning yeniga qochib keldi. Shuningdan boshlab Emir Tömürning ta'siri kundan kunga kuchaydi. Bu hol Emir Hüseyinning hasadxo'rligini qo'zg'adi. Emir Hüseyin bu rayondagi ba'zi qabila aqsuyaqlari bilan birlashib, uni yo'q qilishning ko'yiga kirdi. Shundaqla uning huquqini taraytib, faqat shahri Benz bilan Qarshi shahrining hokimi qilibla tayinladi. Miladi 1370 yılı Emir Tömür Samarqandda to'plan qo'zg'ab, o'zining burunqi ittifoqdoshlarini qirg'in qildi. Jumladan yangi dushmani Emir Hüseyin bilan Chag'atay avlodi Qobulxonni o'ltirib, O'ktay avlodi Suyurg'utmishni xon qilib ko'tardi. Shundaqla Moğoliston xonligidan rasmiy bo'linganligini e'lon qildi. Şunun bilan Moğoliston xonligi rasmiy ikki qismga bo'lindi. Olmaliq va Manglay Suya rayoni yanada Tuğluk Tömürxandan keyingi an'ana bo'yicha Moğoliston degan nom bilan ataldi. Mavara-un-Nehir bo'lsa Çağatay xonligi yoki Tömürya xonligi deb ataldi.
Bu iki xonliqning chegarasi asosan Farg'ona o'ymonligi, ya'ni Sir daryosining bosh iqimidagi Xo'jand shahri bilan Qoratog' tog'larining sharqi edi. Hozirgi Narin, Talas, Chu daryolarining bosh iqimi, Issiqko'l rayoni, Balqash ko'lining janubiy va sharqidagi Yettisuv rayoni qatorliq joylarning hammasi Olmaliq va Manglaysuyar rayoni bilan qo'shilib Mo'g'uliston xonligiga qaraydigan bo'ldi. Diqqat qilishga arziydigani shuki, milodiy 1370-yili Mo'g'uliston xonligidan bo'linib, Amir Temur tarafidan qurilgan va O'ktay avlodi suyurulmuş tarafidan taxtni egallagan bu xonliqning nima uchun O'ktay nomi bilan emas, balki yanada Chag'atay nomi bilan Chag'atay xonligi deb atalganligi masalasi keyingi chog'larda birmuncha tarixchilarning munozirasini qo'zg'ashga sabab bo'lgan edi. Bu masalada hatto bugungi kundami qarshi bir yerga to'xtamaydiganlar bor. Birmuncha tarixiy materiallarga asos tahlil qilganda bu xonliqning O'ktay xonligi emas, balki Chag'atay xonligi deb atalganligida mundaq bir qancha sabablar bor. Birinchi, Chingizxon istilosidan keyin bu rayonning siyosiy gavdasi asosan Chag'atay xon va uning avlodi tarafidan tiklangan. Chag'atay xonning vafotidan keyin O'ktay avlodi Qaydu bir mezgil Chag'atay ulusining xo'jayiniga aylangan bo'lsa-mu, milodiy 1301-yili uning o'limidan keyin O'ktay ulusi asosan yo'qolib, O'ktay avlodi Chag'atay avlodining boshqarishida bo'lib, milodiy 14-asrning 40-yillaridan keyin bir mezgil Chag'atay xonligining taxtini egillagan O'ktay avlodi Ali Sultan, Mahmud Sultan, Danishmandxon milodiy 1300 qatorliqlar taxt huquqini ajdodi O'ktay nomi bilan emas, balki bu rayondagi an'ana bo'yicha Chag'atay nomi bilan yurgizadi. Ular bu xil an'anaviy zotlar buzolmaydi. Shunga Amir Temur garchi donishmandcha xonning o'g'li Suyurg'ushmishni xon qilib ko'targan va Mavaraunnar rayonida tangdoshsiz huquqqa ega bo'lgan bo'lsa-mu, lekin u yanada Chag'atay an'anasini buzishga petinolmadi. Hatto o'zimi xon degan oliy unvonni ishlatmay, balki xonning qo'l ostidagi amir degan nomni ishlatdi. Milodiy 1388-yili Suyurg'utmish xon vafot bo'lgandan keyin u yana Suyurg'utmishning o'g'li Mahmudni xon qilib ko'tardi. Lekin yangi Chag'atay xonligida taxtga turgan O'ktay avlodi faqat Amir Temurning qo'lidagi bir qo'choq edi. Amir Temur xohlasa ularning nomidan foydalanadi, xohlasa ularni o'ldiradi. Milodiy 1402-yili Amir Temur Anatoliyadagi Osmanlı davlatiga hujum qilib, nurg'un mol-mulkni talon-taroj qilib qaytgandan keyin Mahmud xonni o'ldirdi. 2 yildan keyin Amir Temur o'zini o'ldi. Ikkinchi, milodiy 1370-yili Amir Temur Amir Husaynni o'ldirgandan keyin uning xotini Ulug' Turkan xotunga ega bo'lgan edi. Ulug' Turkan xotun bo'lsa Mavaraun nahriga bir mezgil hukmronlik qilib, shuhrat qozongan Chag'atay avlodi G'azonxonning qizi edi. Amir Temur bo'lsa bir tarafdan keyin otasi G'azonxonning shuhratiga daxli taruz qilmaslik, yana bir tarafdan
bu yol orqali keng Chagatai Mo'ng'ullarining meylini o'ziga tortishni maqsad qilib, faqat Koragani, ya'ni Xonga Kuyog'ul degan nomla qo'llanishni muvofiq deb topdi. 3. Amir Temur Mo'g'uliston xonligidan bo'linib chiqqandan keyin o'z qabilasi barlaslardan boshqa asosan Chagatai Mo'ng'ullaridan tanlangan bir muntizim qo'shin tashkilladi. Bu qo'shinning tayanchi amaldorlari asosan Chagatai avlodlaridan edi. Shuning bilan birga Amir Temur Chagatai Mo'ng'ullariga alohida imtiyoz berdi. Miladi 15-asrning dastlabki yillarida Mavaraun nahrini sayohat qilgan ispaniyalik Canaris Gavich degan odam shu chog'dagi Chagatai Mo'ng'ullarining ahvoliga to'xtalganda, bu joydagi Chagataylar xon tarafidan alohida imtiyozga ega bo'lib, ular o'zining har qanday xohlagan yeriga berib tura oladi ekan va bu joylarda o'zi xohlagancha chorvachilik qila oladi ekan yoki teriqchilik bilan shug'ullana oladi ekan. Xonmi ularni xohlagan chog'da chaqirib qo'shinda ishlata oladi ekan. Odatdagi chog'larda ular hech qanday cheklama uchirmaydi ekan va xong'imi Alvan yasak to'lmaydi ekan deb yozgan edi. Halbuki Chagatai xonligining taxtini garchi O'ktay avlodi egallagan bo'lsa-mu, lekin davlatning asosiy imtiyozli huquqlari yanada Chagatai avlodining qo'lida bo'lib, ular bu xonlikda alohida bir imtiyozli tabiqaga aylangan edi. Shunga Chagatai avlodi hukmronlik qilgan Mo'g'uliston xonligidan bo'linib chiqqan Amir Temur davlati yanada Chagatai xonligi degan nom bilan atilib qolgan. Hatto ta milodiy 16-asrgacha Amir Temur avlodi tarafidan hukmronlik qilingan Mavaraun Nahr va Xorasan rayonidagi xonlik va amirliklarmi hamon Chagatai nomi bilan atilib qolavergan. Shundaqla bu chog'lardagi jamiyat va madaniyatmi Chagatai jamiyati va Chagatai madaniyati bu asarda keyingi Chagatai jamiyati va madaniyati degan mavzuda bayon qilindi deb atalgan. Amir Temur Mo'g'uliston xonligidan bo'linib chiqqandan keyin ana shu Chagatai Mo'ng'ullarining kuchiga tayinib jami 35 yil, ya'ni milodiy 1370-yildan 1405-yillar hukmronlik qildi. U bu jarayonda shimolda Volga daryosi va janubiy Rossiya tuzlanligi, g'arbda Qora dengiz bilan O'rta dengiz, janubda Hindiston va sharqda Farg'ona o'ymonlik qatorliq keng doirada zo'r bir xonlik qurib, Chingizxon istilosidan keyin yana bir qatimliq bulongchilik urushlarini ilib borgan. U bu jarayonda bir qancha qatim Mo'g'uliston doirasiga hujum qilib, ig'ir vayronchiliklarni paydo qilgan. Miladi 1404-yilda Amir Temur 200 ming kishilik qo'shin boshlab Sir daryodan o'tib Mo'g'uliston xonligini yo'qotish va uningdan keyin ayni zamonda Osiyo qit'asida eng cho'ng davlat bo'lgan Ming sulolasini yo'qotish maqsadida safarga chiqdi. Lekin O'trar shahriga kelganda u kasalga giribtor bo'lib o'ldi. Uning yana bir qatimliq kengaymichilik urushi shuning bilan tamomlandi. Amir Temur o'lgandan keyin uning xonligimi parchalandi.